Ha, joningdan. Qorovullar ham har xil bo'ladi-da. Yangi kotibon juda zo'r bo'lsa kerak. Ha. Nima o'ylayapsan? Sen qayerdan ham shunarding? Gap, bilasanmi? Biz Sibirda xizmat qilganmiz, tushunyapsan? Shunaqa sovuq bo'lardi, shunaqa sovuq bo'lardi, mana barmog'ing uchun sezmaydigan darajada sovuq bo'lardi. O'shanda ham dembil bo'lganman, uka. O'zi ham mana shu ertalab zavtrikka bir ikkita mush bilan ikkita tepki yerdik. Zakuskasiga irg'itib otishardi. Mana Mulla Amirxon, siz ham kap-katta yigit bo'lyapsiz. Rahmat. Ichmaysiz? Yo'q. Barakalla, chekmaysiz? Yo'q. Soqolni qo'yibsiz. Ozgina yarashmabdi-da. Biz katta odammiz, ko'p ko'rganmiz. Xo'p, deb mashina oling. Zo'r bola bo'lib yuradi. Mayli, Mulla Amirxon yaxshi bo'ling. Gaplashamiz. Hop, mayli, hop. Salomat bo'ling. Ye. Akaga o'tinglar-yo'qmi? Ey, u yerda o'tma. Bosmayman seni. Onangni. Yo'q, ona yaxshimi? Fathul ekan o'g'limi deb. Ha, qalaysiz? Bor yo'qol. Bo'pti, gapirmadim. O'zi vazirlikda ishlaganman. Bilmasin. Bu ovqatdan keyin nos yomon tortadi-da. Assalomu alaykum. Ha, alaykum assalom. Nosimomidi? Hozirgi zamonda yoshlarga hayron qolaman. Pul topishni bilishmaysan. Shunaqa ishlar qilganmiz, biz ertalabdan kechgacha ishlardik. Qop-qop pul olib kirardik uyga. Setka pul olib kirardik. Hech kimga aytmagin. Bir kun yigit ayda tursam, bir odam keldi, ichib olgan, osilib turibdi rishotkaga. Yo'q, Ha, olib ichkariga olib kirdim. Keyin bizdan hokim ekan. Keyin meni rag'batlantirdi. Ko'chada qolib ketmagan uchun. O'sha ishdan keyin birovga aytmagin, diplomatni pul olib chiqdi. Pachka pul olib chiqdi. Ha, joningdan. Toshmat aka nima qilyapsiz? Chiroqni o'chirdim, yo'q, shuni qaragan keladim. Ha, bor. Men shunaqa kazo-kazolar qo'lida ishlaganman. Endi hozir qorovul. Ishlamaysanmi? Bo'ldi. Hozir supurib beraman. Borsang, kirib ana bog'chada sheriklaringga qo'shilib turing. Hop, bor. Bor aka. Bor. Живем, курим и пьем.